Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz siz bilan yuqori molekullar birikmasi kimyosi fanidan polimerlarning fizik holatlari degan ma'ruzani eshitamiz. Demak, ma'ruzani rejasi quyidagicha: termomexanik egrilar, polimerlarning shishasimon holati, shishalanish jarayoni relaksatsion xarakteri, polimer tuzilishi va molekulyar massalarning shishalanish haroratiga ta'siri, shishalanish haroratini aniqlash usullari. Demak, agar biz amorf polimerlarni ko'radigan bo'lsak, u amorf fazaviy holatga 3 ta fizikaviy holat to'g'ri keladi. Bu fizikaviy holatlar bu shishasimon holat, yuqori elastik holat va qovushqoq oquvchan holat hisoblanadi. Demak, polimerlarning mana shu holatlariga o'tish haroratlari o'zi shu holatni nomi bilan nomlanadi. Masalan, shishalanishdan yuqori elastikka o'tish harorati shishalanish harorati desa, yuqori elastikdan qovushqoq oquvchanga o'tish harorati, demak, oquvchanlik harorati deyiladi. Demak, bu haroratlarni, ya'ni bu haroratlarni aniqlash usullaridan bittasi, ya'ni shu 3 ta holatni kuzatishni usullaridan bittasi bu polimerlarni termomexanik xossalarini o'rganish. Ya'ni polimerlarni mexanik xossasiga haroratning ta'sirini o'rganish. Agar biz polimer namunaga qandaydir mexanik ta'sir, bir xil kuchli mexanik ta'sir o'tkazadigan bo'lsak, bu namuna asta sekin cho'zila boshlaydi va shu cho'zilish bilan harorat orasidagi chiziqlar termomexanik egri chiziqlar deb aytiladi. Bu termodinamik egri chiziqlar agar bu egrdan ko'p uch qismdan iborat bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Demak, birinchi qismida polimerlarning shishasimon holati kuzatiladi. Endi biz haroratni ortib borsak, ma'lum bir haroratda polimerimiz yuqori elastik holatga o'tadi. Ya'ni uning cho'zilishi kuchayadi, oshadi va keyin o'zgarmay qoladi. Bu holatni yuqori elastik holat deyiladi. Demak, bu polimerlarni bu o'tish holatlari ularning zanjirlarining tuzilishiga ham bog'liq bo'ladi. Bu uchala holat bukiluvchan zanjirlarda, chiziqli bukiluvchan zanjirlarda juda yaxshi, yaqqol kuzatiladi. Chiziqli bukiluvchan emas zanjirda unchalik kuzatilmaydi va chiziqli juda qattiq zanjirlarda ko'rinib turibsizlarki, bunda hech qanday sakrashlar kuzatmaymiz. Endi bu B rasmga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bu B rasmda demak ikki xil amorf polimerni va kristal polimerni termomexanik egri chiziqlari berilgan. Bu termomexanik egri chiziqlardan yaqqol ko'rinib turibdiki, amorf polimerda uchala holat kuzatilsa ham, kristal polimerda demak yuqori elastik holat bo'lmaydi. Polimer birdaniga shishasimon holatdan qovushqoq oquvchan holatga o'tib boradi. Demak, agar biz yuqorida aytganlarni
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar biz chiziqli amorf polimerni olsak, bu polimer nazariy jihatdan 3 ta agregat shaklida bo'lishi mumkin. Bu imkoniyat hamma polimerlarda ham kuzatilmaydi. Yarim qattiq zanjirli polimerlarda segmentning uzunligi katta va uning uzunligi makromolekula uzunligi bilan taqqoslanadi. Qizdirilganda asta sekin yumshashadi. Birdaniga shishasimon holatdan qovushqoq oquvchan holatga o'tadi. Qattiq zanjirli polimerlar esa umuman oquvchan bo'lmaydi, suyuqlanmasdan parchalanadi. Ularda faqat bitta fizik holat, shishasimon holat kuzatiladi. Demak, xo'sh, shishasimon holatga nega mavjud paydo bo'ladi? Chunki u shishasimon holatda hech qanday segmental harakat ham kuzatilmaydi. Faqat monomer zvelolar, atom guruhlar va atomlar harakati kuzatiladi. Bu qattiq agregat holatga kiradi. Endi shishasimon holatni olib qarasak, mana bu shishasimon holatni oladigan bo'lsak, bu yerda mana cho'zilishni deformatsiyaga bog'liqligini ko'radigan bo'lsak, unda biz mana birinchi polimerni qarasak, bu mo'rt parchalanadigan polimer. Ko'rdinglarmi? U deformatsiya bilan cho'zilishi, juda oz deformatsiyada ham cho'zilib parchalanib ketadi. Ikkinchi holatda esa majburiy elastik namoyon qiladigan polimer bu. Ya'ni uning cho'zilishi deformatsiya ta'sirida bemalol bo'ladi. Demak, o'sha shishasimon holat elastik holatga o'tganda segmental harakat bo'lsa, shisha holatdan yuqori elastik holatga o'tiladi. Beta jarayonda zanjirning kichik bo'laklari ham shishasimon holatda bo'ladi. Gamma jarayonda esa yon zanjirlar va zanjir uchlaridagi guruhlar harakatda bo'ladi. Demak, qattiq zanjirli polimer biror deformatsiyalandi va shisha holatda mo'rt emas. Bukiluvchan polimerlar zid joylanishadi va mo'rt bo'ladi. Endi alfa jarayonni ko'radigan bo'lsak, alfa jarayonda yondagi guruhlar harakatda bo'ladi. Beta va gamma jarayonlarda faqat yon turgan guruhlar guruhlarni bir o'zi harakatda bo'ladi. Endi shishalanish bu relaksatsion jarayon. Ya'ni shishalanish bu qaytar bo'lgani bilan uni eski holatiga, ya'ni agar biz shisha polimerni yuqori elastikka o'tkazib, keyin yana sovutsak, u shisha holatga qaytadi. Lekin uning shisha holatga qaytishi, ko'rib turibsizlarki, uzoq vaqt, 100 soat vaqtgacha vaqtni talab qiladi. Ya'ni mana bu bir holatdan ikkinchi holatga o'tishda vaqt ancha yuqori vaqt kerakligi, bu demak bizda relaksatsiya hodisasi, ya'ni sekin sekin o'z holiga kelish hodisasi kuzatiladi. Relaksatsiya hodisasi haroratga juda ham bog'liq bo'ladi. Past haroratda relaksatsiya hodisasi ancha sekin bo'ladi.
Yuqori haroratda esa ancha tez boradi. Demak, agar biz shishalanish jarayonini mexanizmini ko'radigan bo'lsak, sababini ko'radigan bo'lsak, shishalanish jarayonida polimer segmentlari va zvinolari doimiy ravishda issiqlik harakatida bo'lishadi. Ammo harorat pasayishi bilan bu harakat sekinlashadi va molekulalararo bog'lar kuchi ortib boradi. Natijada ko'ndalang bog'lar paydo bo'lib, polimer tizimida tugunlar vujudga keladi. Tugunlar hosil bo'lishi qo'shni zvenolar harakatini susaytiradi va mavjud jismni qattiqlashishiga olib keladi. Natijada sovutish barqaror tizim hosil bo'lishiga olib keladi va shishalanish haroratidan pastda polimer qattiq jism xossalariga ega bo'lib qoladi. Polimer material qizdirilganda makromolekulalar aro bog'lar susayadi, zvenolar harakati va zanjirning bukiluvchanligi ortadi va polimer yuqori elastik holatga o'tadi. Yuqorida aytib o'tilgan mexanizmdan tashqari sovish bilan zanjirni qattiqligi ortishi hisobiga shishalanish kuzatilishi mumkin degan mexanizm mavjud. Real holatda ikkala mexanizm ham o'z ta'sirini ko'rsata oladi. Demak, shishalanish haroratini aniqlash usullarini ko'radigan bo'lsak, bu bitta usullardan bittasi bu solishtirma hajmini aniqlash. Polimerni shishalanish jarayoni, ya'ni ularning yuqori elastik holatdan shishasimon holatga o'tishi polimerlarni asta-sekin fizikaviy xossalari, hajmini, zichligini, dielektrik va mexanik xossalarini o'zgarishiga olib keladi. Ushbu xossalarning harorat bilan o'zgarishini o'rganib, shishalanish haroratini aniqlash mumkin. Masalan, solishtirma hajmini aniqlash orqali. Mana ko'rib turibdiki, agar biz solishtirma hajmini ordinat o'qiga qo'yib, absis o'qiga haroratni qo'ysak, bu solishtirma hajm harorat bilan sekin ortib boradi, lekin ma'lum bir nuqtada solishtirma hajmi o'zgarishida sakrash kuzatiladi. Mana bu nuqta, mana shu nuqta shishalanish harorati nuqtasiga to'g'ri keladi. Demak, biz shishalanish haroratini faqatgina termomexanik egri chiziqlardan emas, balki solishtirma hajmini aniqlash orqali ham aniqlashimiz mumkin. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringlar uchun rahmat.